Bitcoinga umumiy bitta chiqaylik boshqatdan. Ozgina miyalar ochiladi. Hop, расширениеni o'lchab ko'ramiz. Birinchi harakatni ko'ramiz. Hoppa, mana ko'rinib turibdi harakatni. Shundoq ko'rsanglar, oylikda 1 2 3 4 5 harakat ko'rdinglar, to'g'rimi? 5 ta harakat bor, impuls bor. Korreksiya ko'rinib turibdi. A, B, C. O'ylaylar, oylik time frame'da impuls korreksiya bilan harakatlanyapti. Bitcoin manipulyatsioniy bo'lgan narsada, bu kriptovalyutalar manipulyatsiya yuqori, lekin shular ham impuls korreksiya bilan aniq 5 ta impuls, 3 ta korreksiya nima bu? Elliot ishlamaydi deganlar uchun bu narsa Elliot ishlaydi, lekin to'g'ri aytaman, Elliot juda aniq ishlab bera olmaydi. Bir xil paytda entry saniq emas, o'zi aniq mana qilmaydi. Mana bu 5 ta harakat bo'ldi bizda. Bitta impuls bo'ldi, 3 ta korreksiya bo'ldi. Demak, 1 ikkimiz tayyor. Tushgan joyi ham ko'rinib turibdi. Juda pastga tushgan, ikkiligini isbotlab turibdi. Va 3imiz bormi? 3imiz 1.618 gacha kelish kerak edi. Kelib turdi. Endi bu 3 ichida qanaqa harakatlar bor ekan deydi. Hop, demak 1 2 3imiz bor. Biz endi yozsak bo'ladi. 1 2 3 4 5 bu yerda turib turadi endi hozircha. Ko'rinishini o'zgartiramiz. Nega super siklda o'zgartirgan. Bizda 1 2 3 4, mana 4 bu yoqqa kelsin, mana 4 keling 4. Siz vaqtda bo'lishingiz mumkin, ehtimolligi bor. Sizni 5 mana bu bizning taxminiy chiqadigan narximiz. Har doim aytayotgan oxir paytda gapirayotgan gapim. Bitcoin 175 mingga chiqadi, deganman bekorga emas. Ana keyin katta korreksiya bo'ladi. Tog'ing Bitcoin 175 dan keyin yomon qiroz bo'ladi Bitcoin bilan. Hammalar qiladi. Endi mana bu 3 tasdiqlashimiz kerak. Bizga haftalik tariflar. Haftalik o'tamiz, haftalikda ko'ramiz. Hop, bizda 5 ta harakat ko'rindi. Ko'zimga birinchi ko'ringan narsa 1 2 3 4 5. Mana 5 ta harakat, demak birimiz bor. Mana buni o'lchab ko'ramiz oldin. Kam, расширениеni o'lchaymiz. Расширение bilan o'lchadik va bizda почти impuls tugaganday bo'lib qoldi. Lekin nega buni ola olmaymiz? 3 yoki mana buni 4 deb ola olmaymiz. Sababi ham bor. Sababi boyiga 1.618 ga yetib qolmaganligi uchun buni 3 deb ola olmaymiz. Biz buni 1 2 mana buni 3 mana 4 mana 5 deb olamiz. Va bizda 3 tasdiqlanyapti. Bizda bitta shubhali narsa Fibo bo'ldi, lekin qolgan narsa shubhali emas, chunki 5 ta sanadik. Mana bu yerda ham 5 ta sanashimiz mumkin. Mana bu yerda 5 ta bor, bizda. Va mana bu yerda ham 5 ta sanab berishim mumkin. 2 3 4 5. Bo'ldi, yechilgan 5 hisoblanadi. Endi bizda korreksiya bor. Isbotlandi, demak, endi korreksiya ochamiz. 4-miz korreksiyamiz. Aynan mana shu joygacha kelish kerak edi. Mana shu tamam baytarmoqchi edim. Lekin kelmadi. Va o'zini aldab ketdi deyilsak ham bo'ladi. Impuls bor. Tepaga ham. Demak, to'rimiz bor ekan. Mana bu 3 to'rimiz. Endi 5 ga qarab ketamiz. 175 ga qarab ketamiz. Xo'p, biz mana buni tortib ko'ramiz birinchi. Ofitsiant tortsak hali idealni yormagan, pastga tushish ehtimoli ham bor. Endi qaranglar. Qiyin bo'lgan joy bo'lgan bu. Bundoq bo'lgan. Bitta impuls tashlagan. Bundoq bo'lgan. Buni biz 1 deb olganmiz, A deb olganmiz. A deb olgan bo'lsak, hoppala, mana A bo'lsa mana shu joygacha kelgan. A bo'lsa bo'lishi mumkin.
hop bizada a o'z bo'ladigan bo'lsa bilsangiz qanday degan bo'lsak mana hop bu bo'lsa mana bu yerda qayd keladi. Hop impuls korreksiya versiyadan keyin mana impuls bo'ldi. Mana chuqur korreksiya kirib qo'ygan. Mana shu chalg'ituvchi korreksiya. Nimaga bu chalg'ituvchi korreksiya shakllandi degan bo'lsak, bizda 5 shakllanishi kerak. 1 2 3 4 5 bo'lishi kerak. 5imiz esa bu ko'rinishdan mana bunaqa shaklda shakllangan deb o'yladim men. Hoppa. Mana. Bu aynan clean. Clean'da shunaqaki A, B, C yo'q, teskarisiga chaqirdik. To'g'ri bo'lsa bunday boshlanadi. Mana 1 2 3 bo'ldi, to'g'ri chiqdi. Endi 5 boshlandi. A, B, C, D, E. Mana shunaqa narsa kutyapman. Men buni kutib qolaman mana shu narsani, chunki bizga to'liq kelmadi. Aynan shu narsani kutyapman. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Endi faqatgina shu asosida tushishi mumkin deb o'ylayman shu yergacha. Bitta narsa bor, faqatgina nima to'g'risida ko'rsataman. Mana bu 5 ta shakllanib qolganlik. Sizda mana 3 ta, mana 3 ta, bu yerda ham 3 ta. Triple shakllangan bo'lsa kerak. Agar triple bo'ladigan bo'lsa, bu уже tugagan bo'ladi. Va bizda WXY bo'lib, mana to'g'ri shakllanmagan. Mana yechmadimi? Mana shunaqa qola qolaylik. Bo'lganda qilamiz. Ofitsialniy ko'rinib tursa bizga nimaligini. Bu triple. Mana A, B va C. Endi tepaga impuls boshlanib bo'pti deylik. Chunki menda ko'rinib turibdiki, mana bunaqa pattern shakllangan. Bu nima bo'ladi? Bundoq bo'ladi, bundoq bo'ladi, bundoq bo'ladi. Qafasi yoradi. Xo'p, bu pattern shakllangan bo'lsa, bizada bu 1 bo'lsa, bu 1 bo'lsa, keyin menda 2 bo'lishi kerak. Keyin 3 4 5. Va biz buni iloji boricha kichikroq shaklga olishga harakat qilamiz. Chunki biz maydalashib ketdik. Xo'p, aynan shunga asoslangan holatda biz mana bu joydan byte qiziqib ko'ramiz. Mana bu ikkini yoqamiz. Aynan mana shu joydan byte qiziqib ko'rsak bo'ladi. Bitta order blok bor ekan. Da idealniy bo'lmasa ham mana order blok chiroyli. Xo'p, bizda agar bu bo'ladigan bo'lsa, biz mana shu joydan byte ketishimiz kerak. Bu qatga boradi bizani. Taxminiy oladigan joyi. Masalan 3 bo'lsa to'g'risi tushsa 3 mana bu joyda 5 esa mana bu joyda maksimum yechilishi ham mumkin ekan shu impuls bilan. Buni aniqlaymiz, maksimumgacha ishlasak bo'ladi. Endi korreksiyani aniqlaymiz. Aniq korreksiya keladimi yo'qmi? Korreksiyamiz juda yaqin kelyapti. Iloji bo'lsa o'zi sekib qo'ysa ham bo'lar ekan, riskli navbat pastga tushsa pastdan bayqaramiz. Va mana shu joyga mana bunday qilib budimni qo'yib qo'yamiz. Budimni qo'yib qo'ydim. Xo'sh.
pastga, tepaga, mana joydan yana pastga, keyin maxga. Mana shunaqa qanaqadir bosmaydi. O'zim xohlagandek. Va bu harakat agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa deb o'ylamiz. Bizani 175imizga boradimi? 5 biri bo'la oladimi deb o'lchaymiz. O'lchab ko'rsakki, narx 168-170lar. Da, xuddi shunaqa bo'ladi. Maksimum yechilgandan keyin yana bitta atkat pastga, keyin tepaga. Buni hisoblanib olsanglar bo'ladi. Hozir mana aynan aktualniy harakat mana shunda. Selkirmoqchi bo'lganlar stopini qo'yib, mana bu joyga stop qo'yib selkirish kerak. Va pastgacha ishlasa bo'ladi. Bundan ko'ra pastdan ham baykirish mumkin. Pastdan baykirish eng yaxshi variant. Agar tepaga ketib qolsa qo'shilaveringlar, stopini uzoqroq qo'yib qo'shilsanglar bo'ladi. Chunki bu bizning Xudo xolasa katta o'sishdan oldingi tushish bo'ldi. Ofitsialniy Bitcoin'ni ham to'liq analiz qildik. Yo'q, xuddi shu narsani kutib qolamiz harakat. Sog' bo'lasizlar. Mehnatni qadrlaysizlar degan umiddaman. O'zinglarning ideyalarga qo'shimcha sifatida foydalansanglar, xursand bo'laman.